Siz o'tirib pul topadigan odamsiz. Yoki siz ofisda o'tirasiz, buxgaltersiz. Yoki siz taksichilik qilasiz, kuningiz shu mashinaning ichida o'tadi. Yoki siz nimadir boshqa qilasiz, kranni boshqaruvchisizdir yoki zavodda direktoridirsiz. Siz o'tirib pul topadigan odamsiz. O'tirib pul topasizda, undan keyin sizda internetda yetilgan narsalarni qilish uchun vaqtingiz yo'q. Siz 10 mingta qadam ishdan keyin yura olmaysiz. Chunki ishdan balki 9 da chiqarsiz, balki 10 da uyga kelarsiz. Yoki sizning bola chaqangiz bor, uyga borib ovqat tayyorlash kerak. Siz sport zalga chiqa olmaysiz. Ertalab hech kim 5 da turib, soat 8 gacha sport zalga chiqaman, keyin men ishxonaga boraman deganda ishonmang. Balki yolg'iz yashaydigan odamlardir. Sizning holatingizda ozish mumkin. Men ofisda o'tirib 2,5 oy ichida 23 kiloga ozdim. Mana shu narsani aytib o'tmoqchiman. 7 ta qadamdan iborat. Men aytadigan narsa, bu qadamlarni hammasini bitta-bitta qilish kerak. Ya'ni 7 tasini yozib olib, hammasini sraz ertaga qilaman demang. Hammasini mana ertaga boshlayman, bu indinga buni qo'shaman, keyin buni qo'shaman, hammasini qo'shib qilsangiz effekt kuchayadi, to'g'ri? Bu videoni tanishlarga tarqating, like bosing, obuna bo'ling, Telegramga o'ting. Kimga kerak bo'lsa, mana shu maslahatlar quloq solsa, albatta rezultat beradi. Bundan oldingi videoni bir ko'rib chiqing. 7 ta boshlanayotgan odamlar uchun, ozishni xohlayotgan odamlar uchun ham maslahatlarni aytib chiqqanman. Ular ham juda zo'r. Xo'sh, boshladik. Birinchi, eng muhim o'tirib ishlaydigan odam qiladigan narsasi bu yeydigan narsasini o'zgartirish kerak. Yeydigan narsasini o'zgartirish kerak deganda, ertaga umuman отказ qilib yuboring, shirinlikdan emas, отказ qilib yuborsangiz 3 kundan keyin baribir shirinlikni ichasiz yoki yeysiz. Siz ovqatni o'zgartiringda, qolgan narsani qo'yib turing. Biz u narsaga hali yetib kelamiz. Qiladigan narsangiz ertadan yoki hayitdan keyinmi qaynatilib pishirilgan, dimlantirib pishirilgan, o'zi yerdan o'sgan sabzavot yoki bitta maksimum 2 ta обработкаdan o'tgan narsani yeyishingiz. Qaynatilgan narsani endi tushunarli bu, hamma qaynatilgan narsani yeyaverasiz. Dimlantirilgan narsani bu ham tushunarli. Duxovkada hamma любой narsani dimlantirib yeyaverasiz. O'zi o'sib chiqadigan sabzavotlar degani shu yerda o'sadimi, sal balandroq o'sadimi, pomidor, bodring, bolgarskiy, qovoq, hamma yerda o'sadigan narsani shu yoki o'zining yoki dimlatib qaynatirib yeng. Tovuq go'shti yesangiz bo'ladi. 4-chi narsa, bitta yoki 2 ta maksimum обработка deganim, masalan, tvorog, sut, tvorog bo'lgan, bo'ldi yeysiz. Ayron ichishingiz mumkin, 2 ta обработкаdan o'tgandir. Qaymog'i kamaytiring, qaymog'i yog'i kamini yesangiz bo'ladi. Tvorogga masalan 0% yoki 2% yog'lisini yopib yeyishingiz kerak. Umuman olganda, mana shu narsalarni yeyishni boshlashingiz kerak. Bu narsa sizga effekt beradigani, appetitingiz o'ladi. Ya'ni och qolishingiz ancha pasayadi. Hozir 100% bo'lsa, riski 40 yoki 30% ga tushadi. 3 barobar kamroq yegingiz kelib qoladi, mana shu narsalarni ko'p yeb yursangiz. Va undan keyin tam his qilish qobiliyatingiz kuchayadi, sizga mana shu narsalar shirin tuyuladi. Ikkinchi maslahatga o'tamiz. Men notebookimda yozib o'tilgan. Siz mana shu hamma birinchi joyda aytib o'tgan narsalarimni bo'kib yeyishingiz kerak. To'yib yeyishingiz kerak. Umuman och qolishingiz kerak emas. Bu narsani tasavvur qilish qiyin. Men ozmoqchiman-ku, menga kimdir 20 soat och yurib keyin 4 soat yeyishim kerak degan narsa, hamma narsani unutib yuboring. Ofisda o'tiradigan odam, o'tirib ishlaydigan odam qancha ko'p och qolsa, shuncha battar appetit ochiladi-da, keyin shu yeydigan paytga yetib kelganda o'zini usha olmaydi. Tas og'ziga ketadi yoki bitta katta osh og'ziga ketadi yoki 10 ta manti ketadi, nimadir bo'ladiki, mana shu och yurganingiz, och yurib o'zingiz yog'ingizni eritganingiz kunda oxiriga kelib hammasi bir tiyin bo'ladi. Shuning uchun siz yetilgan narsalarni bo'kib yeb olishingiz kerak. Umuman och yurmang. Ertalab zavtrak qiling. Mana shu yetilgan narsalar, tvorog bilan 2 ta banan yeng masalan. Obedga kelib qaynatilgan guruch, qaynatilgan grechka, qaynatilgan pyureni katta porsiya qilib yeng. Podliva qo'shing demayman. Men nima aytmagan bo'lsam, shu narsani qo'shishingiz kerak emas. Podliva qo'shmangda, tuzlang, ozgina murchlangda yeng. To'yib qoling, shu darajada to'yib qoling. O'tirganingiz yoniga tekin marojniy, tekin pitsa qo'yib qo'ysa, tekin osh qo'yib qo'ysa ham, uje yeyolmaydigan darajada to'yib yurishingiz kerak. Ofisda o'tirgan odam to'yib yeyishi sal miyani yarim soat 1 soatga jimdiradi, ishlolmay qolasiz. Lekin undan keyin, masalan, obedda to'yib yesangiz, kechgacha siz og'zingizga hech nima tiqqingiz kelmay qoladi-da. Bu sizni ancha kun bo'yi yeyotgan kaloriyangizni kamaytiradi. 3-chi maslahatga o'tganda, ofisda o'tiradigan odamlar stol ustiga masalan pista qo'yib qo'yadi, konfet qo'yib qo'yadi, shokolad qo'yib qo'yadi, finiki qo'yib qo'yadi, mayiz qo'yib qo'yadi, bodom pista qo'yib qo'yadi, suxofrukt qo'yib qo'yadi. Mayda juda narsalarni qo'yib qo'yishadi va 100%, 99% bu narsalar nimadan iborat? Shakarli, semirtiradigan, yog'li, shu ichida anaqasi, glyukozasi nimadir ko'p, umuman zarar narsalar turadi shu yerda. Endi bu narsani yo'q qilish qiyin. Ofisda baribir bu narsa turish kerak, chunki odam bu narsa ochlikdan emas, bu narsa masalan miya ko'p ishlab yorsa, jag'i ishlatgisi keladi. Nimadir yesa asab joyiga tushadi, odam yoqqa o'tganda, bu yoqqa o'tganda salimni yeb o'tirishgisi keladi.
Bu norm holat. Bu narsani yoqib tashlash, sразу o'zingizni sindirasiz, ertaga asabingiz o'ynashni boshlaydi. Nimadir yegingiz kelsa, yonimda hech nima yo'q, chalg'iysiz, ishlay olmaysiz. Shuning uchun bu narsani yig'ishtirish emas, bu narsani almashtiramiz. Almashtiramiz deganda, mana shu hamma narsani olib qo'yasizda, o'rniga mana shunaqa qilib yeyish mumkin bo'ladigan narsalarni qo'yib qo'yamiz. Masalan, 1 kilo bananni olib kesib qo'ysangiz, bo'ldi, yoqqa o'tsangiz changiz, bu yoqqa o'tsangiz changiz. Yoki pomidor, kichkina pomidorchalar bor. Ashnani olib qo'yib qo'ying. Yoki sho'r pomidor boduringni qo'yib qo'ying. Sotadi, mayda-chuda mana shunaqa. Undoq kosachaga sho'r pomidor bilan sho'r bodring qilib qo'ying, yoniga bitta yulka qilib qo'ying, yoqqa o'tasiz, bu yoqqa o'tasiz yeysiz, o'tib ketadi. Agar qiyin bo'lsa, juda yegingiz kelayotgan bo'lsa, agar to'xtata olmasangiz, agar his qilyapsiz, что siz nimadir qidirib, mana shu to'g'ri kelmayapti sizga, pomidor bodringlar, mana shunaqa narsalar, nimadir his qilib yurgingiz kelyaptimi, shakarsiz 95-99% lik qora achchiq shokoladdan qo'yib qo'ying. Qora achchiq shokoladni qo'yib qo'ysangiz, yegingiz kelganda yeysiz, u narsani ko'p yeyolmaysiz. Og'zingizga achchiq bitta uradi yaxshigina, undan keyin shakarsiz bitta choy ichib yorasiz, bo'ldi, siz 1 soatga umuman hech nima yegingiz kelmay qoladi. Chunki bu narsa riski sizni mana shu chaynash xohishingizni yig'ishtirib qo'yadi, og'zingizdan shu tam qolgandan keyin. Endi bu eng krayniy holat, atak mana shu foydali narsalardan, birinchi maslahat aytilgan narsalardan qo'yib yursangiz ham, shuni o'zi yetib ortadi. 4-narsa, ofisda ko'p bo'ladigan narsa, masalan, odam yeydi, chiqadi, dieta tutadi, men aytgan narsalarni yeydi, lekin obeddan kelgandan keyin hazm qilgisi keladi, Coca-Cola Zero oladi. Coca-Cola Zero sizga kaloriya beradigan narsa emas. To'g'ri, 0 kaloriyasi bor. Lekin bizning maqsadimiz ofisda o'tirib ochlikni o'ldirish, to'q yurish. Ochlik bilan appetitni ham o'ldirish kerak. Coca-Cola Zero sizni tam his qilish qobiliyatingizni yana pasaytiradi, yana shirin, achchiq, sho'r narsa yegingiz kelib qoladi. Mana shu uroveningizni ushlab turadi. Shuning uchun biza ofisda ichadigan narsamiz bu shakarsiz choy. Xohlagan choyingizni iching. Ko'k choy, qora choy, xohlasangiz litrlab iching. Sal ko'pirtirib olsangiz, oyog'ingiz tortib qolishi mumkin. Temirdan o'zgartiring. Ikkinchisiga o'zgartiring. Kofe. Shakarsiz kofe. Hech qanaqa suxoy moloko solmang, hech qanaqa dabarka solmang. Prosta qora kofe. 3 в 1 kofe emas, ichida 90% shakar. Oddiy kofe, achchiq kofe. Suv, mineral, gazli napitka emas, kompotlar emas, hech nima emas. Suv, gazirovka, choy, kofe. Bo'ldi. Xohlaganingizcha iching, lekin ichiga shakar qo'shmang, dabavka qo'shmang, tam qo'shmang, mana shu 4 ta narsani iching. Qo'shimcha ichimliklar, kaloriyasi yo'q bo'lsa ham hazm qilish uchun Coca-Cola, Fanta, Pepsi'lar emas, 3 в 1 kofelar emas, mana shu 4 ta ichimlikdan iborat bo'lishingiz kerak ofisda stol ustida turgan narsa. Xo'sh, 5-maslahatga o'tamiz. Odam ofisda o'tirganda 8 soat vaqtini o'tkazish kerak yoki 10 soatmi. To'g'ri, aylanib kelishi mumkin, yo bu yoqqa chiqib kelishi mumkin, lekin pul topayotgan, kalla ishlayotgan paytda mana shunaqa ekranga 8 soat qarab turish kerak yoki rulda 8 soat haydash kerak. Endi qarang, juda sovuq bo'lsa xonada odam qimirlagisi keladi. Turib qimirlagisi kelsa, ko'z qidirishni boshlaydi. Nima yesam bo'lar ekan deb. Yoki juda issiq bo'lsa, terlashni boshlaydi, yana qimirlagisi keladi, yana terlagandan keyin nima ichiyki, hozir suv ichsam qanaqadir his qilmayman. Kola iching, muzdayroq kola ichi deydi. Yoki issiq bo'lsa, hozir issiq 3 в 1 shirin kofe ichaman deydi. Yoki sovuq bo'lsa, Coca-Cola ichaman deydi. Shuning uchun ofisda o'tirgan muhitni, mashinachidagi muhitni yoki qanaqadir o'tirayotgan joyingizda muhitni tekis qilish kerak. Juda sovuq ham bo'lish kerak emas, juda issiq ham bo'lish kerak emas. Juda sovuq bo'lsa, qalinroq kiyining. Juda issiq bo'lsa, yechinib oling. Muzday narsa bo'lsa, o'zingiz isitgingiz keladi, nimadir og'zingizga solib, issiq narsa bo'lsa, o'zingiz sovutgingiz keladi, og'zingizga nimadir solib. Siz sovqatishingiz ham kerak emas, qo'lingiz muzlashni boshlash kerak emas. Isishingiz ham kerak emas, terlash uchun. Hamma o'tirgan odamlar kelishib, mana shu narsani rioya qilsa, hamma o'tirganlar appetiti ancha pasayadi. 6-maslahat, juda muhim maslahat, bu hamma ofisda bo'ladigan narsa, hamma ishxonada bo'ladigan narsa, odamlarga qo'shilishni yig'ishtiring. Odamlarga qo'shilish zo'r. Odamlar bilan chiqib, burger yeyish, oshga chiqib kelish, nimadir shashlik yeb kelish zo'r. Tushunaman. Qo'shilganman, mazza qilganman, lekin yig'ishtirish kerak. Sizga birinchi o'chirit sog'lig'ingiz kerak. Agar siz sog'lig'ingizni yo'qotib qo'ysangiz, hech kim sizni o'tirishga chaqirmaydi ham, hech kim qiziqmaydi ham. Sirroz pechin bo'lib qolsangiz, hech kimga qizig'i bo'lmaydi. Bizlar bilan o'tirib yeganing uchun bo'lding, keyin yordam beraylik bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi prioritetingiz sog'liq o'ylab, odamlarga qo'shilishni yig'ishtirib qo'ying. Agar shu odam mana shu videoni ko'rib, xuddi sizga o'xshab fikrlashni boshlamasa, demak bu odam sizga kompaniya emas, obed paytida, ovqat paytida. Ishxonada assalomu alaykum, yaxshimisiz, opa singil, hammanglarni yaxshi ko'raman, chin dil hammanglarga baxt tilayman.
ovqat yeyish kelgan bo'lgan paytida manday fikrlab, men yeydigan, sog'lom yeydigan narsani, sog'lom diyeta tutadigan odam bo'lmasangiz, uzr, obedga o'zim chiqib kelaman yoki uyda olib kelgan narsani salonga chiqib yeyman, obeddan keyin ko'rishamiz, gaplashamiz, dahshat. Hammanglarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Odamlarga qo'shilish bu 80% yechim sizni semirishga. Hozir sizning maqsadingiz bor, siz o'zingizning yo'lingiz bor. Mana shu yo'lingizga rioya qilib, kimdir tug'ilgan kuni bo'ldi, ishxonada o'tirish bo'lyapti, tekin pizza keldi, tekin kola keldi, tekin ovqat bor ekan, odamlarga qo'shilib yeymas. Tekin ovqat yo'q. Siz ovqatga yoki pulingiz bilan to'laysiz, yoki sog'lig'ingiz bilan to'laysiz. Mana shu narsani eslab qoling. Shuning uchun meni maslahatim odamlarga qo'shilmang. Ishxonada tug'ilgan kun bo'lsa ham tabriklab qo'yasiz, bo'ldi. Borib joyingizga o'tirasiz, o'zingizni shakarsiz kofeingizni ichib, qaytarilgan gurchingizni yeb o'tirasiz. Kimdir oshga chaqiryaptimi, bo'ldi. Akalar, yaxshi ko'raman sizlarni, iftorlik zo'r, borib qo'shilasizda, iftorlikda salat yeysizda, bo'lib turib ketasiz. Osh-posh yo'q. Shu narsani tushunib o'tingki, bu umr davomida bo'ladigan narsa emas. Siz hozir ozib olishingiz kerak. Qo'shilishlarni yig'ishtirib, ozganingizdan keyin o'zingizni appetitingizni o'zingizni tanqis qilish pasaygandan keyin 3 ta shashlik o'rniga bitta shashlik yeb, o'z normangizni ushlab o'tiradigan bo'lasiz. Lekin hozir odamlarga hurmat, odamlarni yaxshi ko'ramiz, tekin ovqat zo'r, lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Va oxirgi maslahat, 7-chi maslahat, mana shu paytgacha chidib kelgan bo'lsanglar, like bosinglar, albatta obuna bo'linglar, Telegramga kiringlar. Bu hamma narsa Telegramda sekin-sekin aytib o'tiladi. 4 tagina odam bor, men eshitma deyolmayman. 100 ta odam yig'ilsin, gapiradigan auditoriya bo'lsin, aytib o'taman hamma narsani, qaytarib betga Telegramga qo'yaman. Shuning uchun oxirgi maslahatimizga o'tamiz. Bu ham juda muhim narsa. Hozirgi zamonda eng hamma narsani oyog'iga bolta urayotgan narsa zakaz. Siz uchun dastavka, zakaz, ofisga olib keltirish, pul tashlab kimdir общий zakaz qilish degan narsa yo'q umuman. Tasavvur qiling, siz 19-asrdasiz. Sizga hech kim hech qanaqa ovqat ishxonada hech qachon olib kelish kerak emas. Исключенияsi yo'q. Bitta somsami, 10 ta burgermi, 2 porsiya oshmi, hech qanaqa ofisda dastavka degan narsa yo'q. Uyda qilishingiz mumkin, balki yosh bolangiz bor, ko'chaga chiqa olmaysiz, qaysidir holatlarda turib uyda olib kelgan narsangizni yeng. Vaqt yo'qmi? Obed qonun bo'yicha sizga obed ajratilishi kerak. Qorningiz ochsa, o'rningizdan turasiz. Magazinga, supermarketga borasiz. Shu banan olasizmi, pomidor olasizmi, tvorog olasizmi, qaynatilgan narsalar olasizmi, qaynatilgan guruchlar sotadi masalan korzinkada. O'zingiz ovqatingizga o'zingiz harakat qilib chiqasiz. Bu juda muhim narsa. Особенно Toshkentda o'tirganlar uchun. Endi xulosa qilib, hozir mana notebookimda aytib bo'lgan 7 ta maslahatimni bitta qilib aytaman. Birinchisi, to'ydiradigan narsa yeyish kerak. Qaynatilgan, dimlatilgan, o'zi o'sgan, maksimum bitta 2 ta обработкаdan o'tgan narsalar. Ikkinchisi, to'yib, bo'kib yeyish kerak shu narsalarni. Och qolishingiz kerak emas. To'q yeb yurishingiz kerak. Ertalab, obed, kechqurun. Uchinchisi, stol ustida turgan mayiz, mayda-chuyda shokolad konfetalarni o'rnini bosasiz. Pomidor, sho'rbodiring, bolgarskiy nima bo'lsa, qaynatilgan, qovurilgan narsalar, mayda-chuyda narsalar, nari borsa bitta achchiq 95% qora achchiq shokolad shakar. 4-inchisi, hech nima ichish kerak emas. Choy, shakarsiz kofe, suv yoki mineralkadan tashqari. 0 kaloriyali zero koladan emas, energetikdan emas, fantadan emas, 3 в 1 kofedan emas, soklardan emas, kompotlardan emas. Bo'ldi, mana shu 4 ta narsa ichish mumkin. Xohlaganingizcha iching, lekin bu 4 tasidan yog'iga chiqmang. 5-inchisi, o'tirgan joyingiz muhitida temperatura tekis bo'lishi kerak. Hozir konteyner yoqdi, muzlab qoldim, o'chirdim, isib ketdim, qayta yoqdim, unaqa peripadi umuman bo'lishi kerak emas. Oyna ochdim, muzladim, yopdim, isidim, unaqa emas. Bitta temperatura, normal temperatura ushlab turishingiz kerak. Siz sovuq qolishingiz ham kerak emas. Siz isishingiz ham kerak emas. Nimadir ichkingiz keladi, Coca-Cola sovishingiz uchun. 6-inchisi, eng muhim narsa, birgalikda o'tirish, birgalikda to'lgan kun nishonlash, birgalikda obedga oshga chiqish, birgalikda qaqadir ovqat odamlar bilan qo'shilishni yig'ishtiring. Agar shu odam sizga o'xshab dieta tutmayotgan bo'lsa, sizga o'xshab maqsad qo'ymayotgan bo'lsa, hammanglarni hurmat qilaman, hammanglarni yaxshi ko'raman. Obeddan keyin ko'rishamiz. Sizning maqsadingiz sog'liq, sog'lom bo'lib oling, ozib oling, bo'ldi, keyin chiqib yeyaverasiz. Ertaga kasal bo'lsangiz, sizni hech kim chaqirmaydi ham, qiziqmaydi ham nega kasal bo'lganingizni, nega sizda sirroz pechin bo'lganini. Shuning uchun yig'ishtiramiz. 7-chi maslahat, Toshkentda o'tirganlarga, особенно shaharda yashaydiganlarga, ofisda ishlaydiganlarga eng tegishli narsa, siz uchun dastavka degan narsa yo'q. Magazinga chiqqanman, nimadir olib kelib beraymi desa, yo'q. O'zingiz turib, o'z ovqatingizga o'zingiz yurasiz. Vaqtingiz yo'q bo'lsa, ertalabdan ishga ketishdan oldin magazinga kiring, oling narsangizni,
keyin obedda yeysiz. Xullas, mana shu 7 ta maslahatga rioya qilsa odam, ofisda o'tirib ishlab, mana shu 7 ta aytilgan narsani yozib olib, shu narsani qilib yursa, ozmaydigan odam o'zi yo'q. Bundan oldin 7 ta boshlayotgan odamlarga maslahat aytganman. Albatta videoni ko'rib chiqing, hammaga tarqating, odamlar eshitsin bu narsani, odamlar o'zini sog'lig'ini o'ylasin-da, ozsin. Bu juda muhim narsa. Siz bilan Xurshid, hammangizga shu narsani tushuntirgandan xursandman. Like bosing, Telegramga obuna bo'ling. Bundan buyog'iga ham juda ko'p foydali videolar chiqadi. Mana shu o'zimizning holatda, O'zbekiston muhitida o'sib, yashab, ishlayotgan odamlar uchun yaratilgan videolar o'zbek tilida. Yana bir bor siz bilan Xurshid, hammanglar salomat bo'linglar.